Boringni, ko'zimga ko'rinmayapman. Siz menga sevgi haqida boshqa gapirmang. Nima bo'ldi? O'zi tushuntiribroq gapir. Kecha soat 2da meni pashsha chaqqanda siz qayerda edingiz? Siz meni himoya qila olmadingiz. Siz ojizsiz. Kechirasan, o'sha pashshani sheriklari meni ham nozik joylarimdan chaqib yotuvdi. Biz ham jimgina uxladik. Nima farqi bor? Siz meni bitta pashshadan himoya qila olmadingiz. Ertaga begonalardan qanaqa himoya qilasiz? Sizni sevgingiz yolg'on ekan. Onasini ham pashsha bilan sevgini bir-biriga nima aloqasi bor? Nima qilyapsiz? Pashshani o'ldirmoqchiman. Pashsha manimi? Pashsha orqali seni o'ldirmoqchiman. Nimaga meni? Juda xunuk uxlar ekansan. Men nejni uxlayman. Sen nejni emas, neto uxlar ekansan. Qanaqa xurraga otishingni ko'rdingmi? Erkaklarday. Qichchamda men malikalarday uxlayman. O malika, kel bugundan boshlab eshikni ochib uxlaymiz. Bizga skvoznoy kerak ekanda. Hatto nafasim yomon qisyapti. Kamroq bo'kib no'xat yeyish kerak edi-da. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Pichoq qo'limni kesib oldi. Siz meni vobshe sevmas ekansiz. Bitta pichoqdan meni himoya qila olmadingiz. Siz lanchsiz. Men lanch bo'lsam, sen kassoysan. Bitta narsa eplab to'g'ri olmasang, ayb mendami? Keyin pichoq bilan sevgini nima aloqasi bor bir-biriga? Miya tovuq. Men miya tovuq bo'lsam, siz karkidonsiz. O'zichi rashksiz erkak, hissiz kesak deyishgan. Nima? Rashk qilishmi? Bo'ldi-da, mana endi rashk ko'rasan. Xotinimdan uzoqroq yur, tushundingmi? Suyuq. Dadasi, bumaga qani? Ha, o'zlari-ku. Pashsha chaqsa ham sevmaysiz deding, pichoq kelsa ham sevmaysiz deding, rashk qilmaysiz deding. Men seni bor-ku, endi bumagadan ham rashk qilaman. Bilib qo'y, bu uyda qaytib bumaga turmaydi. Nima?